Hurmatli do'stlar, bugun hasharimiz birinchi kuni boshlandi. Bugun beton quyish jarayonlari. Tak, bizda umumiy maydonimiz, umumiy qabristonimiz obshi 7 gektar. 7 gektardan biz hozir darvozaga kirish qismiga beton quyapmiz. Hurmatli do'stlar, darvozamiz ham keldi, xudo xolasa. Elyorbekka alohida rahmat. 700 kvadratga beton quyapmiz. Ertalab soat 7 da boshlangan ishimiz. Xudo xolasa maqsad kechgacha tugatish. Bu qabristonda umuman suv yo'q, svet ham yo'q. O'shaning uchun ishimiz qiyin bo'lyapti. Mana bu apparatlarimizni yaqinlashtirib ko'rsatamiz, ana ko'ryapsiz, silliq qilyapti. Bu apparatimizda tok yo'qligi uchun mana bu generatorlarni ham olib keldik, bir amallayapmiz. Mana shu maydonni ham yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Stulchiklari janoza bo'lib qolganda tovut to'rtiga qo'yib, bar insonlar yig'ilib pataqa qilishadi. Shunaqa sharoit bo'lmagan. O'shanga hozir bularni ham yerga o'rnatdik, lekin ertaga hasharimizda bu joylar xudo xolasa abid hasharcharimizga abid berish uchun stol ustul ham qilamiz. Mana apparatimiz tokki bir amalladik. Endi bizda hozir maqsad 7 ta mashina aytganmiz, betonimiz mana hozir bu uje 4-mashinamizni to'kyapmiz. 700 kvadrat joyga har bitta mashinamiz 10 kuba beton bor, 10 kubadan 70 kuba bo'lyapti shunda. 700 kvadratga o'rtacha 70 kuba. Baland pastlik joylar bor. Kecha usta akalarimiz urovingni to'g'rilashgan, ya'ni tekismas joy edi, buni tekisladik, kechasi bilan tayyorlashdi. Hozir xudo xolasa mana bu qismini quyib bo'lishgandan keyin bu qismini quyamiz. Ertaga hammalarni kutamiz. Hozir ko'rasizlar, video jarayonida yakuniy natijani ham hozir ko'rasizlar. Biz hozir soat hali abid bo'ldi. Xudo xolasa kechgacha mana shu joyigacha, mana shu qabristonga kirish yo'li bor. Bu yo'lda ham kadr boshidagi yo'ldaqa styajka quyiladi va tashqarisiga qarab 5-6 metr chiqariladi. Qani endi pulimiz bo'lganda, ya'ni 5-6 mashina betonga yo 10 mashina betonimiz bo'lganda shu qabristonni arkasini ko'ryapsizlarmi? Yaqinlashtirib ko'rsatamiz, ana arkasi. O'sha arkasigacha beton qilsak qaniydi, lekin buguncha missiya ertaga sizlar hasharchilar kelishinglarga mana shu darvozasini qilib ichkariga sharoit qilish. Ertaga xudo xolasa hammalarni kutamiz. Soat 7:00 da hasharimiz boshlanadi. Qabriston hozir kadrlarini qo'yamiz. Mana qaranglar. Tikonlarni ko'ryapsizlarmi? Tikon silishkim belgacha urib yoradi bo'yi. Oyoqingizda tikonlar orasida ishlayotganingizda shiminglar yuqa bo'lsa, tikon teshib o'tib ketadi. Oyoq kiyim ham. Shuncha iltimos, ertaga hasharga keladigan aka-ukalar kiyayotganingizda albatta oyog'ingizga qalin sapogmi, tegingizga 2-3 qavat narsa kiyib olsanglar yaxshi bo'lganlar. Jinsi shimni tegidan gamash kiyib olsanglar mayli. Bitta terlab olsanglar issiqda muzdekgina yuraverasizlar. Chunki baribir sog'liq birinchi o'rinda. Boshqa kiyim olish esdan chiqmasin. O'roq-po'roq, ketmon bo'lsa ham olinglar. Aslida instrumentlarimiz hammasi bor. Hozir ishimiz tugaydi, tugagan kadrlarni ham qo'yamiz. Ertaga lekin hashar esdan chiqmasin. Shashlik kelyapti, oshimiz tayyor bo'ladi va KFC tovuq, pishirilgan tovuqlarimiz ham keladi. Abitimiz mo'shni bo'ladi. Oxiri bo'lganiga mashinamiz 2 soat aylanib turganiga quyilib qoldi. Suv aralashtirib tortamiz buni. Hamotga qo'yib betonimizni ham shunchalik o'lchapmizki, shu darajada shu niyat qildik, darvozadan 2 metr chiqaramiz dedik, bir 3 metrcha chiqara oldik. Albatta bu tomoniga ham keyinchalik o'zimizga o'xshagan yaxshi bolalar, boboda puli ko'payib ketib, pulni qayerga ishlatishni bilmayotgan o'quvchilar bo'lsa, hali Dubayga ham 7 ta xotira bilan borib kelaverib, zerikib ketgan aka-ukalar bo'lsa, hamma kayf, oqini ham, qizilni ham qilib qo'ygan bo'lsa, shu mahallaga kelib shu asfalt tushirib bersanglar, albatta bu qishloq necha yildan beri open byudjetda g'olib bo'lish olmayotgan ekan. Mayli, mahallalarni qilib bermasa, hech bo'lmasa qabristonga bo'lgan yo'lni qilib berishinglarni so'rab qolgan bo'lamiz. Biz esa bugun xudo xolasa ishlarimizni bugungi rejamiz nihoyasiga yetdi. 0 dan 100% gacha mahalladagi aka-ukalar ham rahmat, hammalaringiz kelishdi, ustalar qancha ishlagan bo'lsa, bratanlar ham ulardan kam ishlashmadi. Endi esa eng qiziq joyi usta haqqi. O'zi 20 milliondan ko'proq hisoblashdi, 15 millionga qilib berishdi aka, sanab oling. Sanab oling. Bu usta akalarimiz bundan oldingi bizani masjidlarimizda ham
shunaqa yordam qilishgan. Haligi yetim 2-3 ta oilalarga uylar qurganmiz, yetimi bor oilalarga, ya'ni ularda ham o'zlarini chaqirganmiz. Ishlari yaxshi bo'lganligi uchun yana o'zlarini chaqirdik. Ishni 100% bitirdik. Bu bir kun vaqtimiz ketdi, ertalabdan kechgacha, lekin qishloq xalqiga ham rahmat. Qishloqdagi bolalar ham kelmaganda bu ustalarni o'zi yoki biz o'zimiz bitira olmasdik. Shunaqa gaplar. Ertaga hammani kutamiz.